O'zbekiston jamiyatida gender tengligi masalasi so'nggi yillarda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Raqamlar shuni ko'rsatdiki, mehnat bozorida ayollar faolligi erkaklarga nisbatan past. Ayrim hududlarda esa ayollar orasida iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanganligi 40% dan oshadi. Ijtimoiy hayotda esa gender rollarining keskin farqlanishi, uy sharoitida zo'ravonlik, qaror qabul qilish jarayonida ayollarning ishtiroki yetarli emasligi hali ham mavjud muammolardan. Bu masalalar nafaqat jamiyat rivojiga, balki oilalarning iqtisodiy mustahkamligiga ham ta'sir qiladi. Mutaxassislar fikricha, gender tengsizligi mamlakat yalpi ichki mahsulotining kamida 15-17% yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, gender tengligiga erishish faqat ayollar uchun emas, butun jamiyat uchun muhim masala. Mana shunday muammolarga barqaror yechim topish maqsadida Yevropa Ittifoqi va Germaniya Federal iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan fuqarolik jamiyati ishtiroki orqali jamoalarda gender o'zgarishlarini qo'llab-quvvatlash loyihasi 2023-25 yillar davomida amalga oshirildi. Loyiha Deutscher Volksschule Verband International O'zbekiston filiali va Regional Center for Social and Educational Research (SABR) tomonidan hayotga tatbiq etildi va gender transformativ yondashuvlarni amalda qo'llash orqali mahallalarda tizimli o'zgarishlarni yaratishni maqsad qildi. Loyiha O'zbekistonning 4 viloyatida amalga oshirildi. Nega aynan shu hududlarda? Nima uchun bu hududlarda gender muammolari ko'proq seziladi? Shu savollar bizni loyihaning mahalliy ishtirokchilari va mutaxassislari bilan suhbatga undadi. 4 ta viloyatni tanlab olganimiz sababi birinchidan Andijon viloyatida va Sirdaryo viloyatida filiallarimiz bor. Shuning uchun shu viloyatlar tanlab olindi va Buxoro bilan Samarqand endi основной nima? Chunki biz aytganimdek Sabrning 12 ta ijtimoiy yo'naltirilgan notijorat, nodavlat tashkilotlari bor. Biz noformal tarmoq deymiz uni. Mana shu noformal tarmoqdan mana shu viloyatlarni tanlab oldik loyiha bo'yicha. O'zbekistonda gender masalalariga juda ham katta ahamiyat berib borilyapti. Shuning uchun biz mana shu loyihamiz bo'yicha shu gender islohotlarga ko'maklashish, mana eng uzoq qishloqlarga, mahallalarga borib, mana shunaqa loyihamiz bor. Mana shunday professional kurslarga o'rgatamiz xotin-qizlarimizni, yoshlarimizni, biznes treninglar o'tkazamiz deb o'zini tadbirkorligini boshlash uchun, o'zini band qilish uchun, o'zini biznesini boshlash uchun mana shunaqa biznes treninglar va mana shu loyihamiz bo'yicha biz grantlar berganmiz. Grantlar bu jihozlar bo'yicha bo'lgan. Shunga endi aholiga yordam berishga qaratilgan bu loyiha. Toshkentda bo'lib o'tgan yakuniy forum esa 2 yillik mehnatning yakuniy natijalarini bir joyga jamladi. Tadbirda davlat tashkilotlari, xalqaro ekspertlar, mahalla faollari, nodavlat, notijorat tashkilotlar, jami 60 dan ortiq ishtirokchi faol qatnashdi. Loyiha rahbari va hamkorlar tomonidan taqdimotlar qilindi. Hududlarda erishilgan natijalar bo'yicha ochiq va jonli muloqot bo'lib o'tdi. Loyihada faollik ko'rsatganlar taqdirlandi. Uchrashuv davomida viloyatlarda amalga oshirilgan ishlar, gender tahlil, mahallalarda o'tkazilgan treninglar, ayollar bandligini oshirish bo'yicha tashabbuslar birma-bir muhokama qilindi. Suhbatning eng muhim savoli loyihani amalga oshirishdagi qiyinchiliklar bo'ldi. Shunday bo'ladiki, ayollarning baribir ham oilalik ayollar qatnashdi. Yosh bolalik ayollar qatnashdi. Shunday bo'ladiki, qaysidir sohada oilasida muammo chiqib qolsa, u bugun o'qishga kela olmaydi. Biz mana mahalla yettiligi bilan biz hamkorlik qilganimizda o'sha otinoylarimiz, mahalla faollarimiz borib o'sha ayollarni oilasidagi muammosini yechib, yana qaytib o'sha o'qishga keltirganimiz ham shu yerda ham biz muammolar yoki bo'lmasam kasal bo'lib qolishi bolasini, o'zini kasal bo'lib qolishi. Biz bandlik tashkiloti bilan hamkorlikda ishlaganimiz uchun biz ularni platformalarga joylashtirdik. Platforma orqali ularni o'sha bandlik platformasi va o'sha orqali bizga o'qishga keldi ular va ikkita tumanda 190 dan ziyod qizlarimiz shu 4 ta yo'nalishda o'qidi. 4 ta yo'nalishda o'qigandan keyin ularga sertifikat berildi. Albatta, muvaffaqiyat tugatganlarga yana eng yaxshi jihati har bittasi o'sha biznes treninglarga qatnashib, bilimlarni oshirgandan keyin biznes rejalarini ham o'zlari yozdilar va konkursga ishtirok etib, eng yaxshi biznes loyihalar
loyiha tashkilotchilari tomonidan jihozlar olib berildi. Tengsizligi jamiyat taraqqiyotiga to'siq bo'lishi, zo'ravonlik holatlarini kuchaytirishi, iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanishiga olib kelishi. Bular bor gap. Forum ishtirokchilarining ta'kidlashicha, 2 yil ichida o'tkazilgan treninglar advokatsiya kompaniyalari mahallalardagi 700 nafardan ortiq fuqarolar, ayniqsa ayollar uchun yaratilgan imkoniyatlar, bu natijalar o'zgarishlar davom etayotganidan darak beradi. So'nggi yangiliklar uchun Anxoruzda qoling.